Bitta video 244 million prosmotr olgan. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video rolikimizda sizlar bilan xuddi mana shunaqa itvachcha videolarni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Xo'p, itvachchamiz kuchukcha. Xo'p, bugungi videoda sizlar xuddi mana shunaqa sun'iy intellekt orqali mana shunaqa videolar tayyorlab, o'zingizlar kanallarga yuklab millionlab prosmotr olishlaring mumkin bo'ladi. Biz esa g'oya yo'q, qanaqa g'oya tuzishimiz mumkin, mana bunaqa chiroyli g'oyalar qanaqa olishimiz. Albatta bugun sizlar bilan o'zimning juda ham mashhur master promptlarim, ya'ni master promptlar orqali yozishmalar orqali bunaqa videolarni oson tayyorlashni birgalikda bugun ko'rsatib beraman. Xo'p, unda biz boshladik. Birinchi ochratda bizga albatta ChatGPT kerak bo'ladi va ChatGPT ga mening o'zimning Telegram kanalimdagi baza kanalim bo'ladi. Telegram kanalim esa mana shu YouTube kanalining bio qismida turibdi va o'tib shuna obuna bo'lasizlar va baza kanali linki shu yerda tashlangan bo'ladi. Xo'p, birinchi ochratda siz ushbu birinchi prompt kopirovat qilasiz mana buni va buni men ChatGPT ga tashlaysiz. Menda esa bor, shuning uchun birdan tashladim va keyingi bosqichga o'tamiz. Bu esa ChatGPT o'qib chiqadi va bizga 5 ta prompt tuzib beradi. Xo'p, bu yerda bizga o'sha hikoyalar tuzib beryapti. U kambag'al bo'ladi va o'sha harakat qiladi, narsa sotib boyib ketadi. Ikkinchi yo'nalishi u juda ham yomon bo'ladi, och qoladi, u qiladi, bu qiladi, puli yo'q, ko'chada yuradi o'zi. Shunaqa tuzilgan. Xo'p, har xillari bor. Buni agarda siz o'zbekcha variantini ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki ChatGPT ga bittasini kopirovat qilib olasiz va tashlab so'rashingiz mumkin. Ya'ni birinchi storyni o'zbekcha varianti desangiz, sizga birinchi story, ya'ni birinchi hikoyani o'zbekcha variantini chiqarib beradi. Xo'p, bizda 5 ta prompt, 5 ta hikoya tayyor bo'ldi. Ana endi esa ikkinchi promptni tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu promptni biz yana qaytadan kopirovat qilib olamiz. To'liq. Xo'sh, kopirovat qilib olganimizdan so'ng bu yerga tashlaymiz. Tashlaganimizdan so'ng bu yerga bitta kiritadigan joyi bor va bu joy salgina o'rtada turadi. Mana bu yer paste your selected story. Qaysi storyni tanlang, ya'ni hikoyani tanlang. Bizga ChatGPT 5 ta bergandi misol tariqasida. Kelinglar, men birinchisini tanlayman. Xo'p, birinchisini tanlaganimdan so'ng, ya'ni buni tashlamaymiz, mana buni kopirovat qilib olamiz. To'liq kopirovat qilganimizdan so'ng mana shu yerga Ctrl+V qilib tashlab olamiz. Xo'sh, shu yerga tashlab oldik. Ishimiz bitdi. Ana endi yana enterni bosamiz. Do'stlar, juda ham oson bo'ladi bu yog'i. Shunchaki rasmlar yaratish kerak va uni o'sha rasmga mos bo'lgan o'sha animatsiyalarni ham birdan tashlab ketadi. Mana e'tibor bering, Skynes One Image Prompt, ya'ni o'sha rasmni yaratish uchun bizga prompt beryapti va Skynes Motion Prompt, ya'ni animatsiya uchun ham birdaniga berib ketyapti. Bu esa bizning ishimizni juda ham soddalashtiradi, hech qanaqa qiyinchiliklarga olib kelmaydi va bemalol siz ushbu videolarni qo'l uchida tayyorlab tashlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, ana endi biz nima qilamiz? Birinchi ochratda bizga sun'iy intellekt orqali rasm generatsiya qilish kerak bo'ladi. Ammo biz esa o'zimizga shaxsiy brend yaratamiz. Qanaqa qilib? Do'stlar, ko'pchilik bilasizlar, kanallarda mana shunaqa kuchukchani oladi, bitta shu kuchukcha bilan ketadi. Men bunday kuchukchalarni sizga bittada olib yuritishni ko'rsatib beraman. Qanday bo'ladi? Birinchi ochratda biz shunday bitta kuchukchani rasmini olamiz. Kelinglar, mana bu rasmni olamiz. Xo'sh, bu yerda stop qilib olamiz va bitta normal rasmini olamiz. Xo'sh. Mana shu rasmni olamiz. Screenshot qilib olasizlar telefonlaringda va buni ChatGPT ga tashlaysizlar. ChatGPT ga tashab, GPT mana shu kuchukcha bo'ladi bosh rollarda buni rangini o'zgartirib beradi. Chunki biz bu kanaldagidek qilmasligimiz kerak. Agar xohlasanglar bemalol shu kanalda o'zidagidek qilib ketaversalaring ham bo'ladi do'stlar. Rangini deymiz, rangini oq qilib ber deymiz va bunga so'rovni yuboramiz. ChatGPT buni analiz qilib bizga bu kuchukchaning oq variantini qilib beradi. Kutamiz va ozroqdan so'ng qaytamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, bizga ChatGPT salgina oqroq variantini qilib berdi. E'tibor bersanglar, bu juda ham sarg'ich, bu esa ozgina oq sariq. Xo'p, mayli, farqi yo'q. Biz buni skachat qilib olamiz. Bu nima uchun kerak? Albatta biz VSync dan foydalanamiz. VSync sun'iy intellekti rasmlarni xohlagancha generatsiya qilishingiz mumkin bo'lgan sun'iy intellektlardan kiradi. Va mutlaq bu bepul hisoblanadi. Siz bemalol bu yerga kirib xohlagancha rasm yaratishingiz mumkin. Biz boya olgan screenshotimizda esa mana bu yerga tashlab olamiz. Bosamiz, screenshotni olamiz, qo'yamiz. Qo'yib olganimizdan so'ng, ana endi biz bu yerga boyagi birinchi prompt kiritamiz. Tepaga chiqamiz, Skynes One, ya'ni birinchi promptni tashlaymiz. Xo'p, mana bu prompt olamiz, to'liq kopirovat qilamiz va VSync o'tamiz. Pastga tashlaymiz. U yerdan so'ng formatni to'g'rilaymiz. Misol 16 ga 9 yoki 9 ga 16. Biz asosan TikTok, ya'ni mayda video, ya'ni shorts video qilmoqchimiz, buni tanlaymiz. Undan keyin esa jo'natishga bosamiz. Bosganimizdan so'ng ozgina kutib turamiz va bizga u rasmlarni yasab beradi.
Mana do'stlar bizga rasm yaratib berdi. Agarda sizning rasmingizda mana bunday ikkita qora chiziq yoki shunga o'xshash narsalar bo'ladigan bo'lsa, yana qaytadan so'rab yuborib chiroyliroq qilishingiz mumkin. Ana bizning kuchukchamiz Hindiston bo'lishi kerak adashmasam, kofe sotib o'tiribdi. Ana endi esa biz shunchaki keyingi promptlarni birgalikda tashlab ketaveramiz. Xo'p do'stlar, biz hamma rasmlarni tayyorlab bo'ldik. Ana endi men sizlarga hamma rasmlarni birgalikda ko'rsatib beraman. Xo'sh, bizning kuchukchamiz kofe sotib o'tirgandi. Keyin bitta amaki kelib buni itarib yubordi. Shu bilan bu loyihaga tushdi. Ya'ni izidan 1-2 tepki yedi. Shundan keyin buni ustidan kuchukvachchalar kuldi va bu xafa bo'lib ketdi. Qishloqqa bordi. Qishloqda uni bir amaki tutib oldi, Hindistonlik brat, va u shu yerda joy berdi, ishladi. Shu molga qaradi, mollarni yemini berdi. Supurdi, boshqa ish qildi, ularni yuvintirdi. Undan keyin yomg'ir yog'ib qoldi, saqlandi yomg'irdan va ishlagan haqqi uchun o'sha brat bunga pul berdi. Pulni oldi, bu esa xursand bo'lib Parij ko'chalarida ketayotgan edi. Xo'p, ko'ryapsizlar do'stlar, hech qanaqa bir ahmoqona joyi yo'q, ya'ni qayerdadir yomon bir neto burilishlar bo'lgani yo'q va bizlar bir narsa qilib turib boshqa narsaga burilib ketgani yo'q. Ko'pchilikda mana shu narsada muammo bo'lardi, lekin biz bularning yechimini topib prompt yaratdik. Xo'p do'stlar, ana endi esa biz shunchaki bularni sketchat qilib olamiz va keyin esa animatsiya bo'limiga o'tamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, bizning sun'iy intelligentimiz bu Grok hisoblanadi. Biz bunda animatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Grokda bir kunda o'zida 20 ta videoni generatsiya qilish imkoniyatiga egamiz, balki undan ham ko'proq bo'ladi. Shu bilan biz Grokdan foydalanamiz. Xo'sh, shu yerda bitta ogohlantirish berib ketaman. Grokdan foydalanayotganda mana shu ustiga bosasizlar, bu yerdan settingga o'tasizlar hamda behavior degan joyga o'tib, bu yerdan enable automatic video generation and enable auto scroll ni o'chirib qo'yasizlar. Sizlarda mana bunday turgan bo'ladi, shuni o'chirib qo'yasizlar. Nimaga? Biz hozir rasm tashlasak, rasmni sразу o'z animatsiyaga kiritishib ketadi. Endi bu yerda image videoni tanlaymiz. Videoni tanlagandan keyin rasm qo'shishga bosamiz, ustiga bosamiz va biz birinchi yaratgan rasmimizga kiramiz. Mana buni tashlaymiz. Tashlaganimizdan so'ng biz bu yerga promptni tashlashimiz kerak. Ya'ni u nima qiladi, nima qo'yadi, shuni promptini tashlashimiz kerak. Buning uchun biz qayta yana ChatGPT'imizga o'tamiz hamda birinchi scan, ya'ni birinchi promptni motion animation promptini olamiz, ya'ni animatsiya promptini olamiz. Keyin qaytamiz, bu yerga esa tashlaymiz va mana buni ustiga bosganimizdan so'ng bizning videomizni generatsiya qiladi do'stlar. Shu orqali biz o'zimizning qolgan videolarimizda hammasini animatsiya qilib chiqishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p do'stlar, bizda videolarimiz tayyor bo'ldi. Hammasini animatsiyalarini tashlab chiqdim. Faqat video cho'zilib ketadi deb shuni tezlashtirilgan kadrda oldim. Hamma tushunarli bo'ldi. Hozir men sizlarga ko'rsatyapman ushbu videolarni qanday tayyorlaganimni. Mushcha ovqatlanib o'tirgandi, kofe pishirib o'tirgandi, uni bitta amak urib yubordi, undan keyin itlar ustidan kuldi, qishloqqa qaytib keldi. Bu yerda bir amak unga ish berdi, qishlog'idan, fermerda ishladi, mollarga suv berdi, yuvintirdi, u qildi, bu qildi, pul berdi va uyiga qaytib ketdi. Xullas mana yangi bitta ajoyib bo'lgan bir storyni, ya'ni bir hikoyani shaklida yaratdik. Endi esa biz ham montaj qismiga o'tamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, biz o'zimizni videolarini ketma-ketlikda tashlab chiqamiz. Birin-ketin hammasini nomlab oldim. Shunga mening ishim sal qulay bo'ladi. Xo'p, hammasini ketma-ket tashlab chiqamiz do'stlar. Xo'sh, biz ketma-ket tashlab chiqdik. Ana endi ushbu videomiz to'liq tayyor. Xo'p, har bir videoning ikki oralig'iga transitionlar berib chiqamiz. Bu bizning videomizda sifatli rol o'ynaydi. Shunda sizlarga eng ma'qullaridan birini tanlab olasizlar. Endi ba'zilar bu yerda pulli, ba'zilar esa bepul. Bepul ham atak normalli do'stlar. Xo'p, foydalanib bu yerda esa o'zingizning videolaringizni yaxshiroq, chiroyliroq qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'linglar va bizning Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'linglar.